vatandagi vaqtida saqchi mashinasining ovozini anglasaqmi, butun Uyg'ur putqo'limizda jon qolmaydi. 2017 yılның 5'ten başlaplandı. Ürümçide qalaymakon tutuş yüz berdi. Yani ularningki aytishicha bu tarbiyalash markazi deb chiroyli nomlarla adı. Lekin bu tarbiyalash markazi emas. Bu haqiqatan turma. Andikin dedi, bunun içinde sen chet elliklar bilan aloqalashibsa, ularga urgan kirgan nomerlar bor ekan. Men kelganda endi meniki gunoyim bo'lsa endi men chet elga chiqqan boshqa davlatlarga. Ikkinchi Amerika vizasi oldim bo'ldi. Uchinchi chet elliklar telefon qilganmi bir gunoy hisoblaydi-ku, ular hozirgi vaziyatda endi. Men chet elliklarga pul oldi satdi. Shu ularning nazarida endi men bu gunohlarning hammasini men qilgan. Telefonlarda mesela en addisi Türkiye'nin bayrağı yoki Allah yoki birer sürelerini tordan düşergen yoki Facebook, WhatsApp deganlarni ishlatganlarni aşağı içinde hemmisi şu sebepten kirganlar. Atdigani qopqandan keyin davlat she'ri aytildi. Davlat she'ri aytilgandan keyin anandan keyin Xi Jinpingga rahmat. Yoshson Xi Jinping degandek gaplarni qilgandan keyin endi men anadan keyin tomoq berildi. Anadan keyin bizga nurg'un narsalarga qo'l qo'ydirib, ichidagi masalan o'g'inish deb ataydi bular. Shunda chiroyli qilib mening yuz bergan va'damni hech qanday odamga ichidagi ishlarni demayman. Ko'rgan anlig'inimni, bilginimni, uqqunimni, saqchamning ismini qanday saqchi borligini degandek ashunda nurg'un narsalarga men imzo qo'ydim. Bu mening qo'royimniki darvozasi. Buningga cho'qim yuzimizni skanerlab, yuzimizni tungan degan eshik ochildi. Chiqiblam yo'ldoshim u yerda turmaslikni o'yladi. Chunki u yerda hech qanday bir erkinchilik yo'q. Sirtda yashadik degan bilanmi hech qanday erkinlik yo'q. 24 soat bizni kuzatib turdi. Men emas har qandaygimizni. Nurg'un ishlar bor. Masalan, angaddisi 2 kun mashina haydamasak musaqchixonaga chaqirtilamiz. Mashinamizga mayni jiqiraq qachilib vassakmi mashinaga nima uchun jiqmay qachilding deb chaqirtilamiz. Hattoki mashina haydamasakmi, mashina nima uchun haydamading degandek ishlar bilan saqchixonaga chaqirtilib turamiz. Men hozir erkin dunyoda. Men emas, mening qarindoshlarim, ota-onamga o'xshash, ini-sing'illarimga o'xshashlar begunoh yetyotdi. Ularning ovozi yo'q. Ular so'zlayolmaydi. Xalqaro yetkazolmaydi. Menga endi fursat bor. Men ularning ovozi bo'lishni tanladim.